Men YouTube'dan Go'zalni ko'rdim. Go'zal masajlariga qatnashib o'qidim. Keyin bilsam qizimni masajiga 3 yil har oy 10 kun, har oyda 10 kun masaj qildirardim. Qizimda ozgina o'zgarish bo'lardi, to'xtab. Оказывается, bilsam noto'g'ri texnikada qizimning suyagi yumshab yotgan bo'lgan. Qizimga parafilla bilan masaj qilingan. Alhamdulillah, Xudoga shukr deyman. 10 kun o'shanda 10 kun darslik bo'lardi. 10 kun darsda men qizimda nima deydi? Nima xatoliklar bo'lganini, qizimga qanaqa masaj kerakligini o'shanda o'rganib, ikkinchi kun darsda o'sha men uyga borganman. Adajon, bu qizni biz rosa qiynagan ekanmiz. Qizimning chunki yuzida o'simtasi bor. O'simtalarigacha parafin qo'ygan vaqtimiz bo'lgan. Xudoga shukr, hozir mana ma'qul qo'ygan farzandli bo'lishdan. Shu masaj, sizni masajingizga kelganda bilasizmi, rosa xafa bo'lib yurardim. Masajlardan keyin farzandli bo'ldim.